Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar, sog'misiz, omonmisiz? Ko'pchilik so'rab turgan video bo'ladi bu. Ya'ni eshiklarni so'rab turgan odamlar uchun bo'ladi. Xo'sh, mana eshiklarimiz 600 ming so'm ekan. Albatta aytilgan narxlar kelishtirib beriladi. Hozir sotuvchining o'zi yo'q ekan. Bu yerda ketdi. Shuning uchun o'zim yozilib turgan narxlarni aytib ketaman. Albatta kelishtirib beriladi. Bu ko'rib turgan eshigimiz 630 ming so'm. Bergisi 680 ming so'm ekan. Vergilar ham 680 ming so'm, og'i mana shunday, yani shunday. Bular bizning narxi yozilmagan ekan. Bu yerga temir eshiklarimiz 1 million 300 ming so'm. Okay. Vergilarimiz ham 470 ming so'mdan ekan bunday eshiklarimiz. Bu yoqda 1 million 400 ming so'm ekan ana shu temir eshigimiz. Albatta o'shag'isiz, o'shag'ichini отдельный sotib olasiz. Ikki turi bor ekan hozircha. Keyin bu yoqda bunday eshiklar ham bor mana aka. Bu bizning narxi 2 million so'm ekan. Bu qalliq ham ajoyib mana ko'rinishlari. Bu yoqda ham bor mana bunday eshiklarimiz. Xo'sh, belgilarimiz 1 million 400 ming so'm aytilib turgan eshiklardan ekan. Pishlarimiz 750 ming so'm ekan, dastavkasi ichida bo'ladi ekan bu. O'zimizda Yayma bozor qatorida turgan do'konlarda narxlarni olib chiqyapmiz shunday. Eshik pish shunga o'xshash. Bu aynalarimizni kvadrati 530 dan. Arqalaringizni? Bu 650 maydonda. 650 ming so'mdan kvadrati. Bu yerga eshiklarimizni mana temir eshiklarimiz. 2 million 500 ming so'mdan ekan. Shu bergisi ham shundanmi? Bergisi? Bularimiz qanchadan ekan? Bular ham 2,5, mana 3. 2,5 million, bergisi 3 millionlik ekan. O'zimizda Yayma bozorda mana 24-23 mesta deb qo'ygan. Ro'parasida. Bu yoqlarda ham mana ayna eshiklar topiladi. Bu o'zimizda Yayma bozorga kirib kelaverishingizda ana shu birinchi qatorda bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'tgan narsalarim video davomida ko'rgan bo'lishlaringiz. Videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bir-biridan like bosib, tanish bilishlarga tarqatib qo'yasizlar. Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.